Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala birinchi variant 24-savol. 1,5 mol sikloalkanni yondirish uchun 288 gram ozon kislorod aralashmasi sarflangan bo'lsa, sikloalkanni toping degan. Xo'p, demak, berilgan n barobar 1,5 mol n barobar 288 gram H2n topilishi kerak. Demak, bizda 288 gramda modda miqdoriga aylantiradigan bo'lsak, 32 gram taqsim molga bo'lib barobar 9 mol gramga qisqarib ketadi. Ana endi 1,5 mol uchun 9 mol sarflangan. Demak, 9 mol bo'lamiz 1,5 molga 6 sarflanar ekan. Demak, CN H2n plus kislorod karbon tangidrid plus suv. Bir yarim n. Demak, 1,5 n barobar 6, n barobar 6 bo'lingan 1,5 ga n barobar 4. Demak, siklobutan C4H8